yaxshi orzu niyatlarda yangi uchastkalarni qurdingiz, uylarni qurdingiz. Akalar, MDF eshiklarga navbat keldi. Bizda sizlarga zo'r yechim va taklif bor. Eshiklarimiz krashinli, podkrashinli, laminat eshiklar bo'ladi, faqat zakaznoy bo'ladi bizda. Tayyorlarni olib kelib sotish, olib sotish yo'q. Faqat biz tayyorlab beramiz. Asosiy eshiklarimizga tajribadan kelib chiqqan holda 5 yilgacha garantiyalarni beramiz. Eshiklarimizni zamoglari ham fasollarga mos holatda qo'yib beramiz. Albatta, buni qoralari ham bor, har xillardan bo'ladi. Bu shartlangan eshik bo'ladi. Eshiklarimiz yangicha uslubda ko'rishlar mumkin. Tomanli oynalari bilan oq, yorug' o'tkazuvchan oynak, lekin ichkari ko'rinmaydigan bo'ladi. Eshiklarimizni butun Vodiy, Toshkent bo'ylab, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazishlari bor. Vodiy, Toshkent bo'ylab 4 tadan boshlab yetkazish, o'rnatish albatta ichida bo'ladi. Xo'p, eshiklarimizni eng asosiy tomonlari yondagi mana korobkalari qalindan bo'ladi. Ichlarida sasna reykalari bilan issiq prislarda, garaj prisda prislangan bo'ladi. Albatta, shunda uzoq yillar xizmat qiladi. Xo'p, telefon raqamlarimizni ham aytib o'tganmiz albatta narxlari bilan. Telefon raqami 94 kod bilan 449 49 raqamda Telegram, WhatsApp, imo ishlab turibdi. Uzoq yaqindagi akalarimiz bemalol bog'lanib, narxlarigacha, fasollargacha so'rashingiz mumkin. Kataloglarni bir qator chiroyli qilib tashlab beramiz. Har doim raqamlarimiz 24 soat ishlab turadi, bog'lanishingiz mumkin. Eshiklarimiz narxlariga kelsak, bu shotlanka eshigimiz mana bunaqa tumanli original oynaklari bilan 2,5 million so'm bo'ladi. Oynagidan tashqari oddiy oyna qo'yilsa yoki rangli oynalar qo'yilsa 2 million 200 ming so'm bo'ladi. Xo'p, bir qanotli eshigimiz narxi 1 million 800 ming so'm bo'ladi. Tumanli oynaklari bilan 2 million 100 ming bo'ladi. Bu tuman oynak degani yangicha nima deydi, uylaringga boshqacha fayz beradi, eshikka ham juda ham yarashib turadi, chiroyli turadi. Har xil fasollarda chiqarib tayyorlab o'rnatib beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumaniga ketishda, bu tomoni Toshloq. Quva tumanidan kelishda 5 ko'chadan kelganda operatorimiz bilan ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, Quva tumanidan kelish 5 ko'cha, bag'i Yakatutda 5 ko'chasida o'tganda chap qo'lda keladi. Bu tomonda Toshloq tumani Zarkentdan kelishda 10 qo'lda keladi. Yakatut to'xonadan o'tganda masjidning yonida joylashgan ustaxonamiz. Xudo xolasa 15 yillik ish tajribasiga ega o'zimizni ishchilarimiz, o'zimizni bizotchi, o'zim ustaman, ishlarimni, eshiklarni, romlarimni o'zim joylab boraman. Albatta, har tomondan bir yil degandek chiroyli qilib sifatli holatda o'rnatib beramiz. Bemalol bog'lanishingiz mumkin. Bittadan like bosib, zal odamlarga jo'natib qo'ysa akalar, sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etasizlar.